Syurpriz qilaman deb erimni ushlab oldim. Turkaringga ko'p ishon urmadiganlar to'g'ri yetibsizlar. Erim kim bilan kirib kelganini videoni oxirida qo'yaman. Videoni oxirigacha ko'rib, meni qo'llab-quvvatlashingizni kutib qolaman. Bilmaganlar uchun men erim bilan hozir ish bo'yicha Qo'qonda yashaymiz. Lekin men bir haftaga Toshkentga keldim, qizimga privka qo'yish uchun. Qo'qonga qachon qaytishim noma'lum edi va men erimga syurpriz qilish uchun erimga aytmasdan Toshkentdan Qo'qonga bilet oldim. Biz syurpriz qilib borsak, erim qanchalik xursand bo'lishini tasavvur qilib, hayajonlanib parvoz qildim. Toshkentdan Qo'qongacha 40 minutda samolyotda yetib olsa bo'ladi. Erim kunduz kuni ishga ketadilar, o'shaning uchun biz bemalol uyga borib, dam olib olib, ishdan kelishini kutib olamiz deb niyat qilgan edim. Va nihoyat qizim ikkalamiz yetib keldik va men taksi chaqirib uyga yo'l oldim. Yo'lda ming xil narsalarni o'ylab keldim. Hozir boramiz, ozgina dam olamiz va dadamizni kutamiz. Dadamiz uyga kelganda bizani ko'rib juda ham xursand bo'ladi deb o'yladim. Va erimning reaksiyasini hozir ko'rasiz. Ana, kishim gelmiş. Uy, oy, sen ne zaman geldin? Albatta dadamiz bizani ko'rib juda ham xursand bo'ldi. Bizdan kelishimizni umuman kutganlari yo'q ekan. O'zi ancha bir-birimizni sog'inganimiz. Boshda qo'ygan videom esa men erim bilan kirib kelgan ayol o'zim edim. Endi menga podpiska bo'lib, like bosib qo'yinglar.